assalomu alaykum birodaron azizon. Mana imroz mardum fahmidan ki pula dar kujo kharj kardan, savob dar kujost. Sadaqa joriya ha, ihsan ha, kumak va yatiman و دیگر کارهای صدقه جاری همچون پول راست کردن و در مکتب و بیمارخانه و در مکتب اینترنت و یتیم‌ها صرف کردن علیه مردم فهمیده. از این سبب من امروز در این ماه مبارک شریف رمضان اینچنین در عید بهاری مردم جوانان ناحیه قبادیان جماعت 20 ساله استاد از دهه قزل نشان علل خصوص جوانان امروز من این پول را راست کردن. یک پولی که در طلبات امروز جوابگو هست، ماشین های بزرگ هم میتونند از گذشته و اینچنین مردم از بالای این کوپرک چقدر اکثر خواجگی زیاده مردم اینجا زندگی داره و چند هکتار زمین ها هست، همه همین ها از همین کوپرک بسیار استفاده می بردن. فرسوده بودن. امروز چقدر مبلغ ها خرجات کرده، بعضی ها با مبلغ مادی کمک کردن، بعضی ها با دست در این ماه بزرگ هدیه شدن. اینه یک مشت کوپرک یعنی پل بزرگ ساخته شد. علاقه مردم از این استفاده برده است. اینچنین در مکتب حاجتخانه یک طلبات امروزه جوابگو راست کرده است. علاقه بود میشه و این هم و همه کسانی که در این کمک کردن در سفر ایستادن مبلغ های ماد فرستادن یا در اینجا با دست یاردم کردن، همه اینها را خداوند تن صحت و در کار کسب کارشان و در تجارتشان برکت عطا کند. باز هم همین خیلی مردم سخاوت پیشه زیاده شود برای آبادانی امروز دولت ما در وطن ما در دیه های ما زیاده شوند. علاقه فهمیدم مردم که ما خودمان آباد میکنیم، یک کسی دیگر از بیرون آمده ما با کمک نمیکند. این استفاده برده استن مردم. چند مثلا چاها کندن، آب برآوردن، اینم صدقه جاری هست. ما طلب میکنیم و میخواهیم که مردم با بیشتر بفهمند در این ماه مبارک با بیشتر ثواب دارن. من خیلی حرکت کنند که همین برای آبادانی کوچه و بیمارخانه و مکتب ها حرکت خرج کند، از بیهوده خرج ها بیهوده گردی. احمد بازم دعا میکنیم که خداوند همه کسانی که در ماه مبارک رمضان در این عید بهاری کمک کردن، کارهای صدقه جاری، کارهای ثواب کردن برای آبادانی، خداوند دایم به اهل عائلشان تنجی آرامی در دسترخوان پر ناز نعمت نان و در کسب کارشان برکت عطا کند. والله خیر حافظ برحمتک یا ارحم الراحمین. Mana shu umrdagilarga nima dey? Siz gapiringiz. Rahmat. Hamma topganlar to'ylarga bersin. Allohu akbar. Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Bugungi bizda video rolikimiz mana shu ko'prik haqida bo'ladilar. Bu ko'prik juda qadimgi ko'priklardan biri edi, juda yensiz edi. Buni chekkasidan 1 metrdan qo'shildilar. Kengroq bo'ldilar. Ikki tarafdan mashina kelsa ham bir-birini kutmasdan bir-biriga mishay qilmasdan o'tib ketadilar. Mana shu yerga aka-ukalarimiz mana shu ko'prikni qildilar. Kimniki agar hissasi qo'shilgan bo'lsa, shunga ozmi ko'pmi hammalaridan Alloh rozi bo'lsin, qilgan ihsonlarini qabul qilsin. Bu shunday bir yaxshi xayrli ishki, xuddi dengizda suvi kabi og'ib turadigan bir savobli ishlardan bittasi bo'ladilar. Mana shuni qilgan ekan birodarlarimiz. Shuni hozir biz video rolik qilyaptik. Ba'zilarda nazdida misol bir arzimas ish tuyulishligi mumkin, lekin xayrli ishni buni mayda kattasi bo'lmaydi. Albatta bizning maqsadimiz shuni bir odamlarga ko'rsatib, ommaga ko'rsatib, xalqni mana shunday ishlarga chiniqtirish uchun biz shuni video rolik qilyaptik. Albatta buni inshaalloh kimgadir manfaati tegadi. Mayli, biz shuni ko'rsatishga qaror qilganmiz. Biz inshaalloh va qiladigan ishimizni qilyaptik. Xo'sh birodarlar, mana Ramazon oyi ham o'tib ketdi. Qarib 20 kundan ziyod o'tib ketdi. Kamroq qoldi. Mana shu Ramazon oyida mana shunday xayrli ishlarni, yaxshi ishlarni, mana shunday ko'prik sozlash bizda yana bir ishimiz turibdi. Shu ishga yana bir harakat qilsak, inshaalloh bu maktabni nimasini
istini kirishasini yopish kerak ekan. Hozir shuni iloji bo'lsa, shuni ham bir ozgina bir videorolik qilib sizlarga ko'rsatamiz, xudo xolasa. Qayerda nima deymiz? Mana shu bizni ko'rib turgan qishloqdoshlar, birodarlar, albatta mana shunday qilgan ehsonlarini sizlar ham duo qilingizlar haqlariga. Bizlarga mana shunday bir xayrli ishlarimiz yanada ko'proq qilaylik, yanada xalqimiz mana shunday bir birigib qilinayotgan ishlarni birlashgan holatda mana shunday qilishlikka doim intilib, birlashib harakat qilaylik. Mana ro'za oylariga, mana ko'prikni sozlab, mana daha kunlariga mana ko'prikni bitkazibdi bolalar. Alloh ishlariga, kasb-korlariga, umrlariga fayz barakat oyitsin. Bundan keyingi ishlarni ham omadini bersin. Mana shunday xalqimiz uchun bir ko'prik sozlabdi. Doim ularning ikki dunyosi obod bo'lsin. Qilgan ishlari oxirat kunlariga o'zlariga hamroh bo'lsin. Savob ishlari. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Tinchmisiz? Sog'-salomat yuribsizmi? Bitta she'r mendan qarisiz mulla. Palvon. Shuni hozir aytmasangiz bo'lmaydi. Ko'prikni hozir syomka Yo, qilyaptik. sherki qabini rahmat, mana ko'prik keng bo'pti, mana 3 ta 4 ta mashina o'tyapti, rahmat. Ko'prikni yaxshi qilibsizlar. Rahmat, mana og'ib turadi bu ko'prik. Kim qo'li tegan bo'lsa, og'ib turadi o'lgandan keyin ham. Inshaalloh. Rahmat. Rahmat sizlarga mana. Mana Eshon qishloqqa mana yangi ko'prik qurilibdi. Jamoatchilikda Alloh baraka bersin ishlariga. Alloh rivoj bergan bo'lsin. Kimiki hissa qo'shgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo oxiratlariga bir foydali qiladigan narsalardan bo'lgan bo'lsin inshaalloh. Allohdan so'rab qolamiz. Mana yaxshilik, bir ko'prik qurishlik, bir masjid qurishlik, maktab qurishliklar, yo'llarni obod qilishliklar bilan hammasi bir yaxshi narsa. Xudodan so'rab qolamizki, kimiki bunga hissa qo'shgan bo'lsa, hammasini nima niyatlar bo'lsa, niyatlarini yetkazsin Alloh. Diyori anjuman dimo, babaxtimo, sari azizitu, balandimo, saudatitu, davlatitu, bigazandimo, zituri, zabonaho rasidayim, baziri parchamiru sab kashidayim, zinda bosh, ey vatan, Tojikistoni ozodiman, baro inanginonimo, tu hastu buri son jahoni jobidonai. Ko'prikdan o'tyapmiz, Xudoga shukr. Mana qurgan odamlarga katta rahmat. O'tganlarni rahmat qilsin, qolganlariga baraka bersin. Nima degani Bo'lajon, Ramazon oyiga buni ko'prikni qurib, reshatka qilib qo'ydi, yosh bolalar tushib og'ishi mumkin edi. Ancha inson oldin olib, mana Xudoga shukr yaxshi obodonchilik. Mana Umid aka boshlig'iga, mana Bekjon aka, Otaxon. Reklama qiling, yaxshi reklama qiling. Assalomu alaykum xalqimiz, birodarlarimiz. Mana ko'prigimizni mana tasvirga tushiryaptik. Ko'prigimiz bir 4 metr edi, mana yana 2 metr, 3 metr qo'shib bir 7 metr ko'prik qildik. Birga xalqimizning ko'p hissasi ko'p qo'shildi. Bulardan hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Mana ko'priklarimizda yangilik ko'p kirildi, hamma xursand. Mana bayroqlar ilindi, xalqimiz xursand. Hamma bemalol mashinalar bordi, kelib o'tyapti, 2 ta 3 ta mashina o'tyapti. Mana bu yerga qancha xalqimiz ko'proq, 200-300 xo'jalik ko'proq xalq yashaydi. Hamma hozir bemalol mana ko'priklarda oldiga skamikalar chiqishlar bo'ldi. Xalqimiz, ayollarimiz bemalol kirlarni chayqab yuvishlar, hammasi yaxshi bo'layapti. Xalq xursand. Mana kimni hissasi qo'shganimizda Alloh rozi bo'lsin, hammalarimizga rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Og'aynilar bilasizlar, har bir ishga bosh bo'lish kerak, bebosh ish bo'lmaydi. Mana mahalla raisimizga ming rahmat. Mana Umid bilan bular ishni boshladi. Mana ko'prigimiz bitdi, mana maktabimiz bityapti, inshaalloh bitvaladi. Hamma ishlar mana yaxshi ketyapti. Mana bularga, mahalla raisimizga, mana Umidga, hamma shu ishga qo'li tegan hamma birodarlarga kattadan katta rahmat aytamiz. Ikki dunyosi obod bo'lsin. Qilgan yaxshi ishlari oxiratiga o'zlariga hamroh bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Salom.
Ya bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Sabir bo'ling, hadi. tinchlik salom saqlash muborak ramazonda saqlash ishlar ko'payib ketsin. Allohu akbar. Xo'p, mana birodarlar, allakay odamlar tushundiki, mana obodonchilik o'zimiz bilan bilayotgan qancha obodonchilik bo'lyapti. Ko'p diyalarda mana asfaltlar sozlanyapti, boshqa ishlar. Mana bizni diyamiz Qizilnishon diya jamoati bisolagidan mana bir ulug' bir zo'r ko'prik qurildi. Bugungi zamonaviy talabotga javobga bo'lgan ko'prik mana allaqachon odamlar bundan foydalanyapti. Mana bunday ulug' bir oyda, ulug' bir bahor bayramida mana bu ishlarni xo'p, ba'zilar moddiy, iqtisodiy yordam qilgan, ba'zilar qo'l bilan yordam qilib, mana yoshlarimiz mana bunday bir katta ishga qo'l urib davom qildilar. Mana foydalanyaptilar. Albatta sadaqa joriya degan narsa inson ham tirik o'tgandan keyin ham savob doim borib turadi. Bu sadaqa joriyalar bor, bemorxonalar deymiz, maktab internat, maktab, ko'cha, mana ko'prik sozlash, mana nahar qozishlik sabab sadaqa joriyaki bu doim insonlarga foydasi, manfaati tegib turadigan narsa. Rahmat, kimki shunga yordam qilgan, safarda bo'lsa, safari xayrli bo'lsin. Qo'l bilan yordam qilgan, iqtisodiy, moddiy yordam qilgan, hammasini Xudoy taolo niyatlarga yetsam, xonadonlar obod bo'lsin, dasturxonlar pur noz ne'mat bo'lsin. Kasbkoriga, tijoratlariga Xudoy taolo baraka bersin. Mana bunday saxovatpesha javonlarimiz yana ziyoda bo'lsin. Alloh bu savobli ishlarni Alloh qabul qilsin. Bundan ilova yana maktabga ham bir savobli ish bo'lyapti. Hojatxona mana boshlangan. Buni ham nasib bo'lsa bugungi talabotga javobga bo'ladigan hojatxona bo'lyapti. Buni ham mana saxovatpesha bor mablag'dor insonlarimiz yordami bilan mana bu ulug' oyda, ulug' bayram kunlarida mana bu ishlar bo'lyapti. Rahmat hammalaringa. Yana ham inshaalloh davom ettiramiz. Savob, mana bizda ham kamchiliklar bor hali. Bu ishlarni ham qanchalar mana quduq sozlab suv chiqarib qo'ydi. Bular hammasiga shu ishga bosh bo'lganlarning hammasini Xudoy taolo umrlariga ziyoda qilsin, barakat qilsin. Allohu akbar. Birgalikda biz katta kuchmiz.